Soat 10 bo'lyapti. Karis qaynonam haligacha uyga kelgani yo'q, lekin uyga kelsa точно 3-jahon urushi bo'ladi. Shuning uchun uyga kelguncha qornimni to'qlab olay. Qora ramyon olgani ketdik. Monitorchani olib ketmasam точно vovullaydi. Sovuq uxlayapti. Vovullamasligi uchun olib ketyapman, atak olib ketmayman. Yana Karis qaynonamdan arazlab xonamga kirib ketadigan bo'lsam, och qorin bilan uxlamay. Hech qaysi urushlar och qoringa uxlashga arzimaydi. Endi qoraram yana. Urushga tayyorman. Qo'sha bo'lib kelishsin. Opasi bilan kelsin qaynonam. Ishqilib buni yeyishga ulgurib olsam bo'ldi, chunki qaynonamning hidi kelyaptilar shekilli. Tez yeb olish kerak. Karis qaynonam erlar bilan nimaga ajrashganlarini endi sekin tushunishni boshlayapman menimcha. Anchadan beri yemaganim. Qaynonam juda ham yaxshi ayol. Rostdan ko'ngli ochiq, juda ham yaxshi. Qachonki qaynonamga pul bersangiz, hamma narsani qiladi. Javob hamma ishni qiladilar. Pul bersangiz. O'shanga qaynonamga har oy pul berib kelaman. Lekin kecha opasini uyiga chiqib kelgandan keyin opasi nimadir dedi shekilli. Kam beryapsan, ko'proq ber dedi qaynonam. Даже men berayotgan pullar o'g'lish tashi bermaydi degim keldi. Xafa bo'lib qoladi deb jim o'tiribman. Shunga kakao tokdan shuncha SMS jo'natib yuboribdilar. Oxirida uyga borsam gaplashamiz. Uyga qachon kelasiz? Bugun kecha boraman. Agar uyga borsangiz gaplashamiz dedingiz, nimaga kech kelasiz? Erta keling, erta gaplashib uxlaymiz. Menimcha hozir opalar bilan birga bo'lsa kerak. O'ylashyapti, nima deyishsa. Hademay bu uyda nafas olayotganimga bu ikkilamasam bo'ladi.